Esenimiz hürmetli kollegalar, sizden ülken beylemlerden ana kanikulimizning vatanını öttik. Men sizga hali okula tutungaç, bizga bitindi kerak bo'la jurnallar turadi. Yangidan ishimiz boshladi. Hem o'zim qo'llana turgan bir program bilan tanishtirib o'tmoqchi bo'laman. O programning ismi Punto Switcher degan. Siz onu indi Yandex'ga kirib, şu Yandex bitişik açıklandan so'ng yeshiga basıp programmaga basasiz da sizga mana shunday deb kelib chiqadi. Shundan mana bu Punto Switcher degan programni skачать etamiz. Bu narsa uchun kerak. Ko'p vaqt biz elektiv kurslar ham boshqa darslarimizni boshqa predmetlarga o'tirgan vaqtda temalar yozganda, ishlarni yozganda büyük eybirini her derste yazarga to'g'ri keladi. Misol uchun necha bo'lishi mumkin? Bu bo'lishi mumkin. Mesela paragraf 15 повторить, paragraf 17 o'qirga, yozarga mana shu so'zlar. Bu sizga bu misolni keltirib ko'rsataman. Sizlar o'zingiz qo'llanasiz kerak. Ansiz sizning ishingiz. Misol uchun men ko'p dokumentlar turgan vaqtda maktabning polni ismini yozarga to'g'ri kerak. Men shuning uchun mesela bir-ikki harflar qo'ya boshlaganda, menga bu podskazka chiqib, men uni avtomatik yozdirib qo'yaman. Qanday misollar ko'p. Yoki kundalikda qo'llanadigan pochtamizdan parollarni hem o'zimizning boshqa saytlarga yesh qiladigan saytlardagi parollarni men shuncha yozdirib qo'yaman. Buning ishlash tartibi nechik? Misol uchun men skачать etgandan so'ng men bu programmada mana bu avtozamin programmani skачать etib hem uni jiberib turganimni sizga anlatib turman. Endi skачать etib olasiz. Ana shu saytdan jiberasiz. Hem programma jibergandan so'ng u sizning mana bunda kelib chiqar значокda. Mana bu Punto Switcher. Shu значокka bosasiz da sizning ochiladi. Hem avtozamin degan shu razdelga knopkaga bosib, mana shunday narsa kelib chiqadi. Bizga birorta yangi istarga to'g'ri kerak ekan. Mana bular menikilar. Men o'zim mana shu kundalikda qo'llanadigan. Men добавить bosamda, misol uchun ishtaktır ikili. Mana men sertifikatga qaysilarida qo'llanganlar. Men tutamda bilan masalan qo'yam. Ya, допустим, mana shu paragrafni o'qirday. Bu endi tatar tilida o'qitishadi o'zicha. Yoki tatar tilida predmetlarni o'qitishadi. Misol uchun men jurnal qura boshladim ekan. Men ish programmani, рабочий programmani ochanda temani kopировать etib olaman. Tema uroqqa qo'yam. Hamda endi malaka kelib bosgandan so'ng meni avtomatik kelib chiqadi. Lekin tema uroqni просто paragrafning nomerini o'zgartirib, hamda ishi yoki anda qo'yib, mana shu qo'ya olaman. Kelesisini misol uchun kimgadir kerak misol uchun temani yozib oldik. Qo'ydim. Misol uchun zaten elektiv kurslarga bitende qo'yib ishi berib shunga bitende. Yoki boshqa fakultativlarga o'zingizning sizning chiqma programmangizlar ishib bitende. O'zingizning turli predmetlardan qaraysiz. Mana bir tilda dil har kim yoziladigan so'zlarga mana shu istay olasiz. Mening aytganimning ma'nosini anglaysizlar. Mana shu saytda biz ishimizni yengillayta olamiz. Misol uchun biror yori dokument turgan vaqtda misol uchun o'zim zavod bo'lishga endi ko'p vaqt bu dokumentlarni yoki Ramadan kelgan barliqlarni turgan vaqtda maktab ismini to'g'risincha yozib o'tirganman. Yozgandan so'ng interga bosamda men shu maktabning ismini to'g'risincha yoziladi. Qanday endi siz o'zingiz qaysi yerda qo'llana olasiz. Bu Punto Switcher programmasi. Tamam bir aytaylik. Mana bu
Punto switch программасын siz Яндексқа кіріп, Еще-ға басасыз программы һәм Punto switch программасын запускать итәсез. Һәм менә шушында бұл значокка басып, үзегезгә кая кулланасыз килә, менә шунда кулланасыз. Менә минем бу куллана торган. Менә мин бүген сезгә шуны сөйләргә теләгән идем. Киләсесендә мин сезгә бер файдалы программа турында сөйләп үтмәкче булам. Кемнәр инде PDF форматта документларга эшли, менә күбебез классларыбыз инде мәктәп администрациясендә эшли икән яки аларга булыша, информатика укытучылары менә локальный актларны PDF-ка әйләндерергә кирәк була бит безгә күбесенчә. Менә шушы вакытта бик файдалы ул программа. Ничек без инде конвертировать итәргә, кайбер сайтларга кертергә түгел, компьютерда гына эшлибез. Сезгә уңышлар.